Bu osolarlarning DNKsi 100% bir xil. Lekin biri 45 kun oddiy ishchi bo'lib yashaydi, ikkinchisi esa 7 yil qirolicha bo'lib taxtda o'tiradi. Ularning siri nimada? Bor yo'g'i parhezda. Eski qirolicha o'lganda osolarlar bir nechta tasodifiy lichinkalarni tanlab olishadi. Ularning genetikasi umuman muhim emas. Istalgan lichinka hukmdor bo'lishi mumkin. Ular uchun maxsus katta vertikal kapsulalar quriladi va lichinkalar ona ari suti ichiga tom ma'noda botirib qo'yiladi. Oddiy ishi osolarlar uni faqat 3 kun yeydi. Bo'lajak qirolichalar esa butun umr. Bu sutda maxsus oqsil bor. U xuddi hacker kabi ishlaydi. DNK kodini buzib kirib, 500 ta yashirin genni ishga tushiradi. Lichinkaning hajmi, miyasi, organlari hammasi butunlay o'zgaradi. Lekin eng dahshatlisi bu final. Osolarlar zaxira uchun birdaniga bir nechta qirolicha yetishtirishadi. Birinchi bo'lib tuxumdan chiqqani boshqa kapsulalarni topadi va o'zining uxlab yotgan raqibalarini shafqatsizlarcha o'ldiradi. Faqat bittasigina tirik qoladi. U pillani o'zi g'ajib teshib chiqadi. Boshqalardan 1,5 barobar kattaroq bo'ladi va 80 ming asarini darhol o'ziga bo'ysundiradi. Oddiy oziq-ovqat uning taqdirini tom ma'noda qayta yozib yubordi. Biologiya nimalarga qodirligini yo'qotib qo'ymaslik uchun videoni hoziroq saqlab oling.